Salom do'stlar, yangi rubrika kitoblardan qisqa joylarni o'qib berishga harakat qilaman va bu davomli bo'ladigan umiddaman. Birinchi kitob 0 dan 1 ga Peter Thiel tanishinglar uchun bu PayPal kompaniyasining asoschilaridan biri, Facebook'ga birinchi bo'lib pul tikkanlardan, keyinchalik SpaceXga ham pul tikkan amerikalik tadbirkor va venture kapitalist, dunyoning eng boy insonlaridan biri. Uni mana shu 0 dan 1 ga degan kitobida startaplarga bir qiziqarli ta'rif berilgan ekan, shu joyni o'qib bermoqchiman. Demak, ijobiy ta'riflaydigan bo'lsak, startap o'ziga xos kelajak yaratish rejasiga ishontirsa bo'ladigan odamlarning eng katta guruhidir. Yangi kompaniyaning asosiy kuchi yangicha fikrlashdir. Kompaniya hajmi qancha kichik bo'lsa, kengroq fikrlash imkoni shuncha ko'p bo'ladi. Bu esa tezkorlikdan afzalroq. Ushbu kitob yangilik yaratuvchi biznesda muvaffaqiyatga erishish uchun o'zingizga berishingiz va javobini topishingiz shart bo'lgan savollar haqida. Bu qo'llanma yoki ma'lumotnoma emas, balki fikrlash mashqidir. Chunki startapning vazifasi mavjud g'oyalarni so'roqqa tutish va biznesni boshidan qayta ko'rib chiqish hisoblanadi. Hozir umuman olganda bu 2016, 2017, 2018 yillar emas. Startap qilish uchun juda ham qulay, to'g'ri vaqt, sababi investitsiyalar bor, fondlar bor, har doim qanaqadir apply qilish imkoniyati bor. Agar siz hattoki qanaqadir asosiy ishingizni qilib turib ham o'zingizni startapingizni boshlashingiz mumkin. Peter Thiel aytadi, pul bor joyga bor, ya'ni startapingni aynan pul bor sohalarda qil deydi. Fikrimga qo'shilasizlarmi, yo'qmi? Albatta izohlarda yozib qoldiringlar. Xudo xolisa boshqa kitoblardan ham yaxshi fikrlarni video qilib yuklashda davom etaman. Bizdan nima qoladi, kontent qoladi deganlaridek fikringizni yozib qoldiringlar. Startap bo'yicha umuman kim nima qilmoqchi bo'lsa, uni ham yozib qoldiringlar. Rahmat.